Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bu videoni Damas akalarga, keyin menga o'xshagan motorist bolalar uchun chiqaryapman. Kecha menda shunaqangi holat bo'ldi. Mabodo sizlarda ham shunaqangi holat bo'lsa, ikkilanib, o'ylanib qolmasliklaring uchun ko'rsatyapman bu videoni, oxirigacha ko'ringlar. Kecha shunaqangi holat bo'ldi, bitta Damas keldi oldimga. Короче, umuman Damasda tok yo'q. Boshqa babina qo'yib ko'rdim, babinada tok chiqmayapti. Boshqa babina qo'yib ko'rsam ham tok yo'q. Keyin elektrik akalarimizdan so'radik. Mana bu narsa model deyiladi, taqacha ham deyilar ekan. Mana shu narsadan bo'lar ekan. Mabodo Damas mashinalaring bo'lsa, yo'l polda qolib ketsalaring, ustaxonaga yetib borishga sharoit bo'lmasa yo ustaxonaga borsalaring ustani qo'li band bo'lsa, o'zlaring ham almashtirib olsalaring bo'ladi. Mana bu 6 ta bolt yetsalaring samarangiz. Bu narsa o'zi chiqadi. Boshqasini qo'ysalaring, inshaalloh ishlaring tez oson bitadi. Tok chiqmasligiga sabab mana shu narsadan bo'lar ekan. Kecha o'zimda shu narsa sinab ko'rdim. Foydali, sizlar uchun foydali maslahat. Qiynalib yo'l polda qolib ketadigan holat bo'lsa, mashinada tok bo'lmasa, babinada uzib ko'rsalaring ham tok bo'lmasa, mana shu narsani qo'yinglar. Inshaalloh ishlaring tez oson bitadi.